nazariya bilan amaliyotda o'rtasiga ko'prik qurib olish kerak demoqchiman-da. Ilm oling desa, ilmni institutda, xolos institutga borib-da, institutga kirsam, 5 yil o'qisam, o'sha ilmni olaman degan fikr tug'ilib qoldi-da. Men ko'pincha shunday bilyapman-da, bolalarga institutga kirsam bo'ldi deydi, bitirib kelsam bo'ldi degan fikr tug'ilmasligi kerak. Ilm deganda ota-ona bitta ustozga olib borsa ham o'sha ilm. Uni ilmini olib, mukammal olib borsangiz, o'sha ustozda qabul qilasiz. Birga yursangiz, oxiri o'sha ustozni singari bo'ladi. Nima qiladi? Hammasi ilm. Institutni bitirib kelgandan keyin nazariyada o'sha o'qigan nazariyani olinganda amaliyot bilan-da jichcha orasidagi to'g'rilab olish kerak. Narigi ilm bilan, nazariya bilan amaliyotda o'rtasiga ko'prik qurib olish kerak demoqchiman.